Jasliq qamoqxonasi. Xalq orasida borsa kelmas nomi bilan tanilgan ushbu qamoqxona O'zbekiston tarixidagi og'ir, zulmatli sahifalardan biri sifatida tilga olinadi. 1999-yildan boshlab Qoraqalpog'istonning cheksiz jazirama cho'lida faoliyat yuritgan bu koloniyada mahkumlar nafaqat tan, balki ruhni sindirishga qaratilgan sistemali bosim ostida yashagan. Sobiq harbiy baza bo'lgan bu hudud issiqda 50 darajadan oshadigan harorat, qishda ayovsiz shamol va butun mamlakatdan uzilgan izolyatsiyani o'zidayoq jazo mexanizmining bir qismiga aylangan edi. Ammo ichkarida yuz berayotganlar undan ham dahshatli bo'lgan. Guvohliklarda qayd etilishicha, Jasliqdagi jazolash faqat kaltaklash bilan cheklanmagan. Eng ko'p qo'llangan usullardan biri tovonga urish bo'lgan. Odam oyoq kafti ostiga maxsus tayoq bilan zarba beriladi. Tashqi iz qoldirmaydi, lekin mahkumni yura olmaydigan darajaga olib keladi. Bu insonni ichkaridan sinishga sabab bo'luvchi eng og'riqli jazo shakllaridan biri sifatida tasvirlangan. Yana bir ruhiy tahdid turi ommaviy jazo boshlanishidan oldin signal berish. Mahkumlarga aytilishicha, ma'muriyat ataylab yopiq eshiklar ortidan shovqin ko'targan. Qattiq qadamlar, qurolli patrullar yurishi, temir eshiklarning jarangi orqali hozir ommaviy ravishda kirib jazolaymiz degan tahdidni yetkazgan. Bu har safar ham jazo bo'lmagan, lekin qutulishning o'zi mahkumlarni ruhiy jihatdan sinishga olib kelgan. Bu usul insonning asosiy himoya refleksini buzib, odamni doimiy qo'rquv holatida ushlab turish uchun qo'llangan. Jasliq qamoqxonasidagi qiynoqlarning eng dahshatli sifatida 2002-yilda 2 mahkumning qaynab turgan suvga solinib o'ldirilgani haqida qayd etilgan voqea tilga olinadi. Bu hodisa xalqaro maydonda keskin rezonans keltirib chiqargan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar aynan shu voqeani Jasliqning shafqatsizlik darajasini ochib beradigan eng yaqqol misol sifatida keltirgan. Bu faqat qiynoqlar tizimli bo'lganining isboti emas, balki Jasliqning butun dunyoda qiynoqlar markazi sifatida tanilishiga sabab bo'lgan turning nuqtasi edi. Qiynoqlar ro'yxati guvohliklarda shu bilan cheklanmaydi. Muzdek suvga tiqish, issiq quyosh ostida soatlab tik oyoq turishga majbur qilish, sovuqqa qamash, yengil ovqatdan mahrum qilish, pushaymonlik xatlari yozishga majbur qilish, boshqa mahkumlar oldida tahqirlash, sun'iy ravishda tibbiy yordamdan mahrum etish, turli shakldagi jismoniy majburiyatlar, haddan tashqari gavjum kameralar, bularning barchasi yil davomida qayta takrorlangan. 2016-yildan keyin O'zbekistonda jinoyat ijro tizimini isloh qilish jarayoni chuqurlashdi. Davlat inson huquqlari bo'yicha xalqaro tamoyillarga moslashishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Mana shu siyosiy irodadan so'ng 2019-yil 2-avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qaror bilan Jasliq qamoqxonasi rasman yopildi. Bu nafaqat bir muassasa faoliyatining tugashi edi, balki yillar davomida jamiyatni larzaga solib kelgan og'ir o'tmish sahifalarni yopishga bo'lgan qat'iy siyosiy yondashuvning ifodasi bo'ldi. Jasliqning yopilishi O'zbekistonning kelajak siyosiy yo'nalishida inson qadr-qimmati oliy qadriyat ekanini tasdiqladi. Bu qaror xalqaro maydonda ichki jamoatchilik orasida ham ijobiy baholandi. Ammo Jasliqdan qolgan xotiralar, undagi qiynoqlar va o'limlar tarixning yo'qolmaydigan izlaridan biri sifatida qolmoqda. Bu izlar kelajakda bunday xatolar takrorlanmasligi uchun ogohlantiruvchi saboq bo'lib turishi kerak.